Televizorda ham ko'rishga normal narsa yo'q. Hammasi kelin tema. Enemy spotted. Bruh. Nope. O zo'r kino ekan, mazza qilib ko'rsa bo'ladi ekan. Yangi yilda sutdan ichamiz. Ammo hozir sabzi kesib, hammasini yetamiz, mazza qilib ziyofat uyushtiramiz. Hozir sabzi ham kelib qolsa kerak. Yo, qalaysiz sabzi bro? Yaxshi, o'zinglar. Yaxshimiz, rahmat. Mana yaxshi. Bro, qarang, bizni yangi yilga ham 2-3 kun qoldi. Biz yangi yilga ziyofat uyushtiryaptik. Qorbobo keladi, mazza qilib jamoaviy o'tiramiz bitta oilada. Детский emasdilar. Nima bo'ldi, bro? 2,000 years later. Kim u? Man Nima? Nimaga keldingiz? sabzi biratan, qarovchi sizdan bir qancha do'stlar Qorboboga ishonib ko'ring. Iltimos. Yo'q, bro. Yosh bolalarcha fikr-ku. Shu men uchun Qorboboga anaqa yozing. Mana. Mayli. Mana bro. Rahmat. Keling birga kino ko'r. Mayli. O'tiring. Keling. Qani qorbobo kesmoqam bergan. Balki Qorboboga ishonmaganimga shunday bo'lgandir.
Xuddi shu payt stop. Shuncha videoni ko'rdingiz, men siz uchun katta mehnat tayyorladim. Kanalga obuna bo'lib qo'ying. Xo'p, yaxshi. Mana yangi yil kuni ham boshlanyapti. Sabzi yaxshimisiz? Hozir Qorbobo ham keladi. Xo'p, unicham to'rtaladan yeb turamiz. Ha, aytganchi, hozir mana bobam yotib videoda joypaq va isradilar. Voy, ana Qorbobo ham kelyapti. Ana keldi. Qorbobo, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Ho, bolalarim, yaxshimisanlar? Mana sizlarga sovg'a, mayki mana sanga, mana sabzi sanga ko'proq qo'llaring. Chota sabziz. Qorboboni bosharasi qiladimi? Chochim chiqib turibdi, ham stivkarli. Sabzi sizdan qichirsan bilmadingizmi? Men ekanligimni bildirib qo'ydingiz. Mayki, men hammalarga yaxshilik qilmoqchi edim. Sizlarni xursand qilmoqchi edim. Ketdim men sabzini xursand qilmoqchi edim. Ato mayli. Men ketdim, bo'pti. Xayr hammalarga. Yengil bu Qorboboga ishonish emas, shunchaki do'stlar bilan yengil bayramini ziyofat qilib uyushtirish, xuddi bir oiladek.